Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari akalar. Qirg'izistonda haqiqiy toza hisori qo'chqorlari yetib kelgan. Qorasidan, toza gashtanidan simjunini olib boqaman degan aka-uka do'st birodarlarga soni 9 bosh, yedish sog'liqlari tiniq holatda akalar qo'zlarimiz yetib kelgan akalar. Soni 9 ta, bo'ylari 75 plus minusda. Sog'liqlari o'ta klassni akalar, yedish sog'liqlari zo'r. Akalar qo'zlar qarang, haqiqiy tiniq qilichlar yetib kelgan. O'ylab o'tirmay aloqaga chiqing akalar, ish bitadi xudo xolasa. Ana qo'zini qarang, jonivorlar. 5 oylik, 6 oylik plus minusda akalar. Yedish sog'lig'i zo'r, olib boqing akalar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Ana to'shlarini qarang, jonivorlar. Yuzlarini qarang, ularning garbonoslari o'ta klassni holatda. Prosta olib boqing, maza qilasiz xudo xolasa qo'zlar. Ana akalar 9 dona bir joyga bo'ladigan narxi akalar 4.300.000 so'mdan ketaveradi. Aloqaga chiqasiz xudo xolasa, Chorvarak kanaliga obuna bo'lishini shart akalar. Obuna tugmachasini bosasiz, bittadan like bosasiz, 4.300.000 so'mdan yetkazib beramiz. Xonadoni bo'lsa bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha mutlaqo ekan akalar. Ana qo'y. Akalar qo'ylar qarang, jonivorlar haqiqiy zo'r holatda yetib keldi. Xudo xolasa aloqaga chiqasiz, ish bitadi. Uzunliklari, bo'ylari hamma tomonlama kelishgan. Dumbalarni qarang, jonivorlarni. Aloqaga chiqasiz akalar. Qo'ylarimiz o'zimiz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'onda turibdi. O'zimizni xonadonda, sog'liqlari zo'r. Bittadan like bosasiz, xudo xolasa akalar qo'zini tinig'ini olib maza qilib boqasiz. 150 kg 2 suylanib oladigan variantlar. O'ylab o'tirmay aloqa chiqarasiz. Mana akalar qo'z. Qo'zini qarang, qo'zini bittadan like tirsa urib qo'yasizlar akalar qo'zlarga.